Yo'l belgilarini eslab qolish 90% insonlarga katta qiyinchilik tug'diradi. Ammo hozir sizga 1 daqiqa ichida hamma yo'l belgisini oson eslab qolish yo'lini o'rgataman. Yo'l belgilari 3 xil turga bo'linadi. Bular yumaloq, to'rtburchak va uchburchak yo'l belgilari. Yumaloq belgilarni bajarish majburiy, faqat 2 xil ko'rinishda. Qizil rangdagi yumaloq belgilarni bajarish taqiqlanadi. Aksincha, ko'k rangdagilar esa bajarish majbur bo'lgan yumaloq belgilar hisoblanadi. Uchburchak shakliga to'xtaladigan bo'lsak, barcha uchburchak shakldagi yo'l belgilari ogohlantiruvchi belgilar hisoblanib, ularni bajarmasangiz ham bo'ladi, lekin ogohlantiradi. Faqatgina uchburchak shakldagi qizil yo'l bering belgisini bajarish majburiy. To'rtburchak shakldagi belgilar esa faqatgina ma'lumot beruvchi belgilar hisoblanib, ular sizni bo'yningizga hech qanday majburiyat yuklamaydi. Faqatgina sizni ogohlantiradi, xolos. Shu kabi foydali videolarni doimiy chiqishi uchun profilimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab turing. Videoni esa barcha avtomashina haydaydigan va pravaga topshirayotgan do'stlaringizga sekingina jo'natib qo'ying.